Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Men hozir mana bu uytlarni yulyapman shu desalaringiz. Berlarni toza qilyapman. Ana bu taraflarni qilib kelaman. Ramashkalarni ana bu yoqqa ekdim. Ana gullab turgan joyiga. Men noto'g'ri ish qildimmi? Shunda qizlar, nima deylaysizlar? Ana. Taglariga suv soldim. Iloji boricha tomirlariga ana bu tomirlarni qiynatmasdan olishga harakat qildim. Ana va nihoyat ochildi. Uzoq vaqt kutilgan. Hali rang kirmabdi, lekin qizlar nima? Krupniy list gortenziya ana qo'lim ko'rsalaringiz. Hey, ana judayam katta bu qo'lim oldiga bir kaft yetmaydi, ana. Bunisi ham. Hali bular yana ochiladi. Peshni bo'ladi. Judayam ko'p qoldirgan ekan. Buyum barar bo'lgan qizlar bu. Buyum barar bo'lgan. Nima? Ko'p qoldirgan ekan. Ana pastlaridagini olib tashlash kerakmi yana? Bilmadim. Ana berlarni tozalayapman. Shularni ko'rsatay dedim sizlarga. Nima? Ana. Astelba guli polni ochilgan qizlar. Uni ham ko'rsataman. Bu ramashkalarni qarang. Bir ramashka zo'r bo'lganman. Juda ko'p. Judayam chiroyli. Ana quyosh gullar ochilgan. Endi men bilmayman. Men quyosh gul deyapman. Asl ismi может быть tugmacha gulmikan? Buni qarang. Ichida ko'kini qarang. Nimada bu endi? Gul. Ana. Judayam bir oylab turadi qizlar. Ana shu gul. Ochilib turadi. Ramashkani-ku aytmaylar. Bir oydan bozor ramashka deyman. Tinimsiz. Ana bu. Ana. Astelbani ko'rsatay. Bu yoqlarni o'tini endi yulaman. Bugun yulaman deb o'tiruvdim. Ana bu gulimni ham ko'rsatay sizlarga. Ana qizlar. Qanday ko'rsatay sizlarga? Yomon chiroyli lekin. Ana. Buni qarang. Tugmacha gulmi bu? Buni qarang. Bir qavatgacha bu tugmachasini qarang. Bargchilarini qarang. Judayam chiroyli. Bearmon nima? Gullagan bearmon. Buni hammasi gullasa deng. Gullaydi. Ko'rsataman uni ham. Mazza qilibdi. Ana bu flox gulim gullamadi qizlar. Nimaga turgani uchun ana bu soyagaligi uchun. Soyaga gullamaydimi flox? Bilmadim. Shuncha kutdim, o'zgarish ham yo'q, iloji yo'q. Oftobga oldik buni ham. Oftobga oldik. Ana astelbani qarang. Krasota. Fioletoviy. Shuni ham chiroyli fioletoviy qo'yaverasizlar. YouTube'ga videolarim uncha ketmayapti qizlar. Ana shu bizga VPN problema. Qancha yuklaganman, lekin ketmayapti. 2 kun bo'libdi. Ketar. Bu astelba. Bu kanlar. Bular hammasini bilasizlar, bog'imizdagi hostalarni meni oldindan kuzatib yurgan aziz dugonajonlarim biladi-da. Bu kanlarni endi bir o'tini yulib chiqsam mazza qiladi. Ana o taraflarga ham bor shu guldan. O'zi ko'rsataman.
yana charchaganman judayam. Bugun ish ko'payib ketdi. Ana bu kunlar ham g'animatda qizlar. Bu kunlar ham g'animat. Nima yaqinda bu haftaga bilet olganman. Bu haftaga ketaman o'zimni jonajon uyimga, jonajon qishlog'imga ketaman qizlar. Bu hol ochilmagan ekan. Quriganmi ochilmay turib, yo shunday bo'larmi? Bilmasam. Bu hafta ketaman yangiliklardan qizlar. Ketmoqchi bo'lib turibman. Ana buni ko'rsatay dedim sizlarga. Biram chiroyli bo'lib turibdi bular. Fayzli qilib o'rmonchamizni fayzli qilib turibdi. Begonya gulim to'g'risida hozirgacha kelar qizlar savollar. Cherinkalarim haqida. Men o'z o'rmonga tursam, qanchim yaqin bo'lsa berardim men o'shalarga. O'shalarni ham ko'rsataysizlarga. Oddiy nima? Gulga solib qo'yganman qizlar. Men gul parvarish, gulchi emasman. Oddiy uy bekasi, oddiy bir ishchi ayol sifatida gullarni yaxshi ko'rganim uchun gullarni yaxshi ko'rganim uchun shunday oddiy parvarishim qizlar. Juda ham murakkab. Ana даже suv solinmagan mana bir qatim nam. Уже begimiz ko'pchilik begimizga ekish mumkin emas, begimiz bo'lmaydi deydi-ku qizlar. Endi noto'g'ri demayman. Ular ham o'z bilganini sinovdan o'tganini gapiradi. Men birovni fikriga qarshi emasman. Nima desa, u ham boshidan o'tganini aytadi qizlar. Bilmadim meni begimiz juda ham o'sib ketadi debdilar-da, to'g'ri. O'sib ketadi. Bu detkacha edi. Juda ham kichkina detkacha kelgan payt. Ana shu bir qat gul mana aytaman, shunday guli bor edi. Bu guli ko'paydi-da. Ko'payib araralardan gullab juda ham chiroyli bo'ldi. Ana. Juda. Voy, beg'uborim. Shunaqa qizlar. Men sizlarga begonachamni o'zi mana bu yerini teshib qo'ydim qizlar. Mana ko'rsatay. Ana. Ko'rinibdimi? Teshib qo'ydim o'zi buni. Endi asta-asta havosi almashaversin. Ana. Ko'rdingizlarmi qanaqa bo'lganini? 20 kunlik natija. Ana tomirlarni qarang. Ana ko'rinibdimi tomirlar? 20 kunga bemalol yaxshi tomir qilib barglar chuquraygan qizlar. Tomirlari juda ham yaxshi holat. Ana bu yoqqa ham tomirlari bor. Qizlar nima? Juda ham tez barglari birdan ko'p chiqar ekan. Keyin tez gullashi ham oson bo'lsa kerak o'zi. Yana bir 10-15 kunga o'zi gullashi ham mumkin. 10 kunga qolmasdan bu. Detkacha bo'lishidan qat'iy nazar. U ketirilgan detka ham birinchi olganim ham juda ham detka edi u qizlar u ham. Bu ham detkacha, lekin zo'r begonya ish qilib. Zo'r bo'lib. Yangi shoxachalar ishonsalaringiz, gul shoxa ham chiqibdimi nimada? 1-2 kun sabr qilaylik. 1-2 kundan aniq bo'ladi-da. Chiqibdi menimcha gul qolaygan joyi ham o'zi. Go'zalchami? Gullaversa bu mittigina 20-25 kunlik bo'lib turib. Nima?
judayam ko'p begona haqida so'raganlar-ku, bilmadim, lekin qizlar, menda ham begona yangi holi, uncha ma'lumotga ega emasman qizlar, lekin begona to'g'risida. Tuprog'i qanaqa deydilar? Tuprog'i oddiy chirindi qizlar. Eski necha yillik otlar boqilardi oldin bu yerga, judayam otlar ko'p edi. Ana shu otlarni chirindisini olib kelib ekaman qizlar, lekin biram bo'ladi. Gullarimgayam nima desam, hammasiga yaxshi. Hamma gullar ekamiz, ana shu gullarni hamma turini ana shu ot chirindisiga ekamiz qizlar. Yaxshi bo'ladi. Buyog'imiz olinadi, endi ko'p emasda, bir moshin ketiradi. Ana bunaqa gulzorchalarga tashab chiqamiz buyog'imizlarni. Adak nima gullarga olib qo'yaman, lekin chirindi menga udobni deb o'ylayman qizlar. Chirindi yaxshi, chirindi qulay ham. Shunaqa. Bu taraflar zerikarli emasmi debdilar, zerikarli ba'zida. Lekin nima, o'zingizni yaxshi ko'rgan ishingizdan zerikmaysizda. Masalan, qishki kuni ham gullarim bo'lar, ichkariga kirgizaman, shularni parvarish qilaman, shularga qarab yuraman-ku, shu uchun uncha zerikishi yo'q qizlar. Biz bu yerga 6 yildan pashta ishlaymiz. Nima, kelib ketibda, birdan 6 yil emas. 2 yil bir, 1 yil bir, 3 yil bir ishlar yuribmiz qizlar. Shu uchun uncha zerikarli deb o'ylamayman. Shu gullarga qarab yurayman, ishlarim bor, uni qilaman. Shu uchun kun o'tibdi, tong o'tibdi, kun botibdi qizlar. Zerikarli, lekin buni olib qarasangiz, bitta o'zingiz o'rganib ham qolar ekansiz, yillar davomida ishlasangiz tinchlikka. Shunaqa. Sog' salomat bo'linglar qizlar. Fikr va mulohazalaringizni juda ham hurmat qilaman. Kommentariyalar uchun juda rahmat hammalaringizga. Sog' omon bo'linglar. Borlaringizga shukr.